Assalomu alaykum YouTube kanalimizning aziz muxlislari. Mana bugun yangi bir ishimizni tugatdik. Bu ishimiz kompaktniy chiroyli barbekyu kompleks yasab berdik. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, bu yerda sharshara, pastida basseyn, yonida bitta barbekyu kompleks yasab berdik do'stlar. Temaxodlari mana shunday uzunlikda bo'ldi. Juda ham baland bo'lib ketdi. Mangalni ichi 75 santimetr, tashqarisi bilan 125. Mana shunday rangda kombinatsiya qilib berdik. Bordoviy va молочный rang bilan chiqarib berdik do'stlar. Tepasini arka qildik. Ichkarisi огнеупорный rishdan yasab berdik. Bu yerga bitta 60 litrlik qozon, pastida eshikchalari, chugunli eshikchalarni qo'yib berdik do'stlar. Agar kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab biz xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 91lik kod 555 59 30. Kaminar guruh jamoasi sizning xizmatingizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.